Xo'sh, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni kuzatib boradiganlar. Ozod Norbek, xudo xolasa yana sizlar bilan aloqada. Bugungi manzilimiz Jizzax Osiyo chorva mol qo'y bozoriga nasib bo'lsa yana keldik. Hafta kuniga bugun yakshanba bo'ladi, yakshanba videolarda ko'ryapsizlar. Ukajonim yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qanchamisan? Sog'laring yaxshimi? Tashmisan? Dadinglar keldimi? Mo'l charchaman. Xo'sh, akalar, boshladik videolarda nasib bo'lsa, bugungi ana sizlarga. Xo'sh, bugungi sanani eslatib o'tamiz. Bugungi sanamiz 11-may 2025-yil Jizzax Osiyo chorva bozoridan videolarni xudo xolasa ko'rasizlar. Bozorda realniy narxlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Biz videolarda boshlaymiz. Sizlar bekor o'tirmanglar, bitta like-shani bosib, kommentda nimadir fikrlaringni yozib, obuna bo'lib qo'yinglar. Davom etamiz biz. Boshladik. Albatta mol bozoridan ham video bo'ladi, qo'y bozoridan ham video bo'ladi. Faqat oralig'i 2 soat, 3 soat bo'lib qolishi mumkin akalar. Ozroq montajlar ham bo'ladi. O'shasini hisobini olib qo'yasizlar. Videolarni boshlaymiz. Aka, necha pulga oldingiz? 26 million. Tarozi chiqmadimi? Necha kilo? 530 kilo. 26 million. Barakasini bersin akalar. Olgan odamga ham, sotgan odamga ham. Xo'sh, akalar, boshladik. Xudo xolasa u tarafda navvoslar tugatdik. 1 soatdan ziyod video bo'ldi, to'g'risi. Endi xudo xolasa qo'y qo'chqarlar qatoriga keldik. Bu tarafdan boshlaymiz. Mana shundan boshlaylik birinchi. Assalomu alaykum aka, o'rmang. Yaxshimisiz? Necha pul qildi buni? 9,5 bir joydan. Bunisi qo'zan hali. U yommi? Xo'p, akalar, bunisi qo'zi, bunisi mana chipsga o'xshab yana ham bilmadim. Bunisi ham qo'zi ekan. Qanchaga beraman dedingiz? 9,5. Barakasini bersin akam. 9,5 ga bir joydan. Hisob kitobdan o'laversa, bittasi 5, bittasi 4,5 bo'ladi. Rahmat aka. Barakasini beraversin. Egasi kim ekan, egasi? Assalomu alaykum. Egalar akam ekan? Aka, yaxshimisiz? Nima bular? Yo'q, o'zlariga mumkin emas aka. Ishakka o'tgan bar, ha? Aha, qo'zi ham bormi ichida? Bor, aka. Qo'zi ham bor. Aha. Necha pul qildi? Bermadingiz bir joyda. 4 million 100 dan 41 dan akalar berilmagan joy. Qo'zilar o'zlaridan so'rashdim. Necha puldan? 42. Ha, bo'ldi. Bir ikkitasini qo'shib qo'ying. Barakasini bersin aka. Sizga. Qo'zilardan so'raymizmi? Mana sizlarga qo'zi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchaymizlarmi? Akam, assalomu alaykum. Bo'ldi, ko'rganmiz. Charchamadingizmi? Nechta bor? 13 ta bor. 13 ta. Nima bilan? Qo'shqarcha, urg'ochi? 3 ta urg'ochi. 3 ta urg'ochi, qolgan qo'shqarcha. Necha puldan? Bir joyda. Bermadingiz. Bir joyda 2 milliondan ziyodroqdan so'rayapti. Bermadingiz. Yo'q, bermadim. Hali bor ozroq. Bor. Yakkalab 2,5 gacha boryapti. Yakkalab 2,5 gacha boryapti. Barakasini bersin. Voy. Bugun narx qimmatga o'xshayapti. Qimmatga o'xshayapti. Assalomu alaykum. Egasi kim akam? Sizlarmi? Amaki bilan bilamisizlar? O'g'illarimisiz? Ukalar, ha? Nima bo'lyapti narxni? Xabaringiz bordir balki? Xabaringiz yo'q. Bor. Amakijon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nima buni tishlari? Sho'ra, ishik. Fanisi ham bormi? Bitta bor. Bitta bor. Xo'p, necha pul qilishdi? Bir joyda. Aka, necha pul so'rayapsiz? Bitta o'zinimi? Ha, turgan. Hammasi bitta joyda so'rashdim? Yo'q. So'rashmadi. Abdellar necha pulgacha chiqishdi uni kattami panjini o'zi? 8 qildimi? Bermadingizmi? 8 million qildi. Barakasini bersin akam. Rahmat. Mana bu kattani 8 million qilishdi panjini. Bermabdilar. Bu menimcha anovi chatishgani yo'q, adashmasam. Mana. Mana sizga qo'chqarchamiz akalar. Barakasini bersin akam, zo'r bo'pti. Ana hisori bilan chatishgan o'mi aka? Barakasini bersin. Ana sizlarga. Xo'sh, bir joyda qani kimda bor? Assalomu alaykum akam, qo'rmang. Charchamadingizmi aka? Nechta bor? 12 ta. 12 ta. Bir joyda hammasi bir xilmi? Nima tishi? Qo'zimi hali? O'tir qo'zida. Bulturga qo'zi ishakka chiqyapti, ha? Necha puldan qildi bir joyda? 4 dan qilaydi. 4 dan bermadingiz. Qayerda qo'yi? Bobur. Boburdiki. Bo'ldi akam, barakasini bersin. Jizzax Boburli akalarda qo'ylar. Aka, rahmat. Kattaga yakka o'zingizdan bittami? Xo'p, mana bu bittani o'zini ko'ramiz akalar. Hozir narxni olsin, biz so'rab o'tamiz akamdan. Nech pul qilishdi aka?
Necha pul qildi aka? 7 million qiladi. 7 million. Tishi nima buni? Kishi Qo'zidan o'tganmi? Barakasi bersin ekan, 1 yashar, ha? 7 qildi dedingizmi? Akam bu ikkalasini necha so'rashdi? Assalomu alaykum. Qanchadan? 7 dan, ha? Bu nima? O'zimiz joylarimi, yo'ni u hisob bilan chatishganmi? Hisob bilan chatishgan. 7 dan bir joyda akalar berilmayapti. Tishi nima bo'lgan ekan aka? Qo'zi, ha? Barakasini bersin, zo'r bo'pti ekan. Ana sizlarga bunday qasd ko'rsataylikmi? Rahmat aka. Egasi kim aka? Aka sizdanmi? Assalomu alaykum. Akam shunday uzran o'tib ketay. Assalomu alaykum akam. Tishi nima bo'lardi? Eshak. Hammasi bir xilmi? Aka? Hammasi bir xil eshak, ha? Nechta bor bu yerda? Soni 12 ta. 12 ta. Nech puldan qildi bir joyda? 6 million 400. Bir joyda nech pul qilishdi? 6 million 400 dan qildi bular 4 to'yini. Olmuş turdan bermadingiz. Bular 3,5 dan qiladi. Bo'ladi 3,5 dan. Mana bu ikkalasini 6 million 400 mingdan. Oh. Barakasini bersin. Amakijon oldingizmi? Yo'q, Sotiladi, ha? Barakasini bersin. Assalomu alaykum akam, xo'rmay sizdanmi? bizda Egasi kim? Nech pul bo'ldi, nech pulga bermadilaring? bir ikki qo'l maydasini 7,5 so'rayapti, bular 4,5 dan so'rayapti. Ha, 7,5 ikkalasiga. Haya. Ikkalasi 7,5. Aha, bular 4,5 dan. 4,5. Har biriga. Tishi nima ekan bular? Qo'zimi hali? Chori bular, chori. Chora, ha? Barakasini bersin. Ana sizga. Xo'sh, bu tarafga o'taylik, ha? Qo'zilardan ko'rsataylik. Assalomu alaykum akalar, xo'rmanglar. Nech pul qilishdi buni? 47. Qo'zan hali? 47. Nima tishi? Chora, ha? Chora ekan. Bo'ldi, akam, barakasini bersin. Xo'sh. Qo'zilardan ko'rsatamiz, qo'zilardan bir joyda. Sizdanmi? Nechta bor? 30 ta. Qo'zilar akalar, 30 ta. Ketdik. Ana sizlarga. Assalomu alaykum. Abrojon, sog'lik yaxshimi? Akam, charchamadingizmi? Nechta? 15 ta turibdimi? Nima, erkak urg'ochi? 5 ta urg'ochi bor. 5 ta urg'ochi bor, ha? 25 ta qo'chqori bor. Qayerda qo'ylari? Zomin 5 buloq. Zomin 5 buloq. Nech puldan qildi bir joyda? Bir joyda 27,5 ming qiladi. Bermadingiz. Yakka-yakka so'rashdimi? Bunday misol uchun 10 ta olaman, 9 ta olaman, 5 ta olaman. 31 dan. Bermadingiz. Voy. Qo'zilarni qo'yinglar. Voy, standart akalar, hammasi bir xil. Bir endi. Bormi yana uyda? Bor. Nechta? 40 40 ta. Sotamiz buni ham. Qarang. Bu bozordan ortmasin. Uydalar qanday kattaligi, kichkinaligi? Bir xil standart. Prosta mashina siqqani shu bo'ldimi? Bir ham mana quloqlarni Bizdan deb borishsa, akam? urursin. Yo, bizdan deb borishsa, endi narxni qancha qilamiz, qarang. Vaqtingizni ketkizib bozorga kelmaysiz. Bozorga chek bermaysiz. Endi-da, yo'lka raqamingiz, o'zingiz vaqtingiz ketmaydi, chiqib pulidan o'tayotgan joyga qilib berishingiz kerak bizga. Xudo xolasa borishadi. 8,5 ming uraman. Shunday bir joyda. Bir joyda 28,5 dan. 3 million bekor. 3 million ham demaysiz. Yo'q. Ana sizga akalar qiziq bo'lsa, olarmon bo'lsa 28 dan deb turlar, ko'rasizlar, telefon qilib gaplashasizlar. O'sha gap bizni savdomiz, pul o'zlaringda akada tovar. Kelishib xudo xolasa. Ayting nomer. 99 851 7500. Bizdan telefon qilsa, skit qilib berasiz aka, chiroyli qilib. Bo'ldi. Ana bunday qiling, 5 bering. Bizga nimadir chiqarib berasizmi? Xudo xolasa qarang. Bo'ldi, xudo xolasa kelishadi. Chiqarayotgan narsangizni olayotgan odamga qilib berasiz. Bo'ladimi? Olayotgan odamga bitta o'z telefon qilib, "Ukajon, o'shani haqqini chiqarib berdi, o'shani men oldim" deydilar. Rozimisiz? Roziman. Barakasi bersin, akam, charchamang. Akalar, gazini bosinglar, ko'ringlar, kimga qiziq bo'lsa, yana ham o'sha gap savdo qilib gaplashib ko'raverasizlar. Ana, Ozod Norbekov qidirasizlar. Assalomu alaykum, xo'rmanglar. Ikkalasi 58 qildim, akam. Bermadingizmi? Opshiga so'rashdimi? Yo'q, so'radim. Opshiga so'rashmadi. Buni-chi ikkalasini? Xo'p, barakasini bersin. 58. Rahmat akam. 58. Assalomu alaykum.
Ana savdo qilib turganlar oldiga bormoqchi edim-da. Charchamadingiz, savollaringiz yaxshimi? Tinchmisiz? Nechta bor bu yerda? 70 ta bor. 70 ta. Xo'sh, 70 tami? Ichlardilar bilan. Voy, buni qaranglar akalar, 70 ta. Bitta xutanda shu bir degandan bunday his paydo bo'lib qolsa-da, tekingagina. Voy. Nimalar orzu qilamiz? Akam nima bular? Qo'chqorcha, urg'ochi, nima bular? Qo'chqor. Hammasi bir xil. Hammasi qo'chqorcha, ha? Yashang. Qaysi oydiki bu? Shani birinchi tug'ilganlarimi bular? Noyabr, dekabrskiga bular. Nech puldan qildi bir joyda? 26 dan. 26 dan. Bepni turibsizlar. Voy, chama qancha? 28 dan. 27 ham emas. 27 dan yurakdan so'rasa beramiz. Ha, kelib turib, ha, boshni boshga qo'yib, bir piyola choy ustida deymiz-ku, qo'lni qo'lga berib, ha. Ana sizga akalar. Ana va Inamarka hayda aytadi-ku, yuragiga qo'l sol, ko'ngliga qo'l soldik deydik, aka bilan bitta ko'ngliga qo'l solasizlar, xudo xolasa. Ya 150 ta bor edi. Bormi yana? Beramizmi ularni ham? Shunday. Bo'ldi, unisini ham beramiz. Manzil deb aytib yuboring yana. Shu City. Xo'p, akalar, Jizzaxda Perivalda City bor. Sayxan City. Ana shu domlar atrofida turgan akalar. Telefon qilib gaplashib olasizlar. Ayting nomer. 88 009 009 22 2257. 2257. Barakasini bersin. Ana sizlarga bitta joyda 70 tasi. Assalomu alaykum. Hurmatli akalar, shashimizlar nech pul qilishdi? 2,5. Barakasini bersin. Ana sizlarga 25 tadan so'rashdi o'z akalar. Assalomu alaykum. Akam, marhamat, savollaringiz yaxshi, nima bor? Shuni oldim. Ina bolani oldingiz. Yashang akam, zo'r bo'libdi. 4 million. Inasi nima ekan tishi? Inasi shu. Hali yo'q shu, ha? Shu panjiga o'tib qoldi. Panjiga o'tib qoldi. Bolasi nima? Bolasi erkakcha. Bolasi erkak, barakasi mingiz. 4 million dedingizmi? Zo'r. Navo qanday bugun? Mana siz sotyapsiz. Qarang, olarmonga qimmat, sotarmonga arzon bozor. Baribir. Hamma yerda shu narsa. Demoqchi bo'lganim, sizga qanday bugun? Nima bo'lyapti? Qo'y seroq. Qo'y seroq. Aha, qayerdansiz? Qo'qondan. Qo'qondan. Ayt akam, o'zi sirazi shiva sotadi. Sirazi shiva sotadi. Akam, Qo'qondan keldingiz, Pramoy. Kimdan ko'rdingiz? Bizdan ko'rdingizmi, boshqalardan ko'rdingiz? Bizdan ko'rdingiz, xudo xolasa. Rahmat. Realniy narx? Aldov yo'qmi? Endi olgan odam sotgan odam o'zi javob beradi. Biz ham borini boricha narxini talashib iloji boricha chiqarib beryapmiz. Nima deysiz? Uydan ham chiqarib beraylikmi? Uydan ham chiqaring. Uydan ham arzonroq martlari bo'lsa, har xil variantlarni ko'rsating. Aha. Keyin ko'proq qo'zi ko'rsatyapsiz. Bizga bunday narsalar kerak-da. Shunday. Bizda Jizzax yozishdi, aka qo'zi sezon boshlandi. Qo'zidan bosing deyishdi, shuning uchun ko'p qo'zi ko'rsatdim. Men ko'p yozdim, yana bolani ham. Yana bolani yozdingiz. Ha, endi ko'p odam yozadi, o'qimay qolgan bo'lishimiz aka. Bo'ldi, xudo xolasa unisini ham o'tib olamiz aka. Aka, salomat bo'ling. Yaxshiliklarda ko'rishaylik. Voy, akalar Qo'qondan akalar kelishyapti. Vodiydan kelishyapti. Qashqadaryo, Surxondaryo, boring, nega Qoraqalpoqdan so'rashyapti. Boshlari yomon bo'lsin. Musofirda ko'rayotgan akalar, xudo xolasa, sizlar ham bunaqadan olasizlar. Narx-navo yaxshi debdilar akam, eg'ini ko'raverasizlar. Akam, barakasini bersin. Rahmat, charchamang. Assalomu alaykum, hurmatli akalar. Egasi kim aka? Assalomu alaykum. Akam o'tib ketsa maylimi? Assalomu alaykum akam. Sizdanmi? Voy. Pulingizni ko'rsam xursand bo'laveramanda o'zimni ko'rmasa. Yor bor-da. Yashang. Nechta bor akam? 47 ta. 47 ta. Nechta sotildi? 2 ta sotildi. 2 ta 3 ta sotilib ketdi, ha? Nima? Bari qo'shqirchami? Bari o'g'il. Yo, aralashma? O'g'il bola. Bari o'g'il bolalar. Armiya akalar, bitta armiya, ana bitta gruppa deymiz-ku, 47 ta mana sizlarga bir xil barisi. Bittan tarsangiz 46 tasi orqasidan ketadi. Ha, ketaveradi, soldatchalar. Ha, yashang. Faqat ich qo'yish kerak ustiga, boshiga. Qo'chqor. Yo, deyman-da, bari yetalayotgancha ichki bo'ladi-ku. Xo'p, nima bo'lyapti akam? Qayerda qo'yiladi? Qayer manzil, adres, nech pul narxi, nech puldan bermadingiz, nima qildingiz? Ayting. Bir yerdasi 3 dan o'tib beramiz. Ha, 3 milliondan o'tib berayotgan joyi bor. Qo'zi qo'chqarchalar. Bu dekabrda oxirida. Ha, dekabrda oxiri. Ha, 24da qo'chqarchalari oxirini. Yashang. Nechta ketdi? 3 ta sotdimmi deysizmi? Nech puldan ketdi ular? 2 ta 5, bitta 33 tanlab oldim. Ha, ichidan bitta katta sarala bo'lgan bittasini. Ikkitasi 5 milliondan. Voy, ancha katta ekanda ular, ha? Ha, bir noyabr, oktyabr tug'ilganlarmi ular? Ikkitasi 5 million. Ha, shu. Ha, ikkitasi 5 million, 2,5 dan. Ha, bo'ldi. Men bittasi har bittasi deb tushunibman-da. Bormi uyda yana? Bor, Nechta? cheksiz. Nechta bor? 500 ta. 500 ta. Qayerda adres? Adresmi? Zomin. Qayer? 500. Yo'q, Zomin. Qayerda? Zomin Qarabchi. Zomin Qarabchini qo'yinglar akalar. Akalar nomerni qoldiramiz, esdicho, yana ham bir o'zlaring telefonga gaplashasizlar. Akam qarang, bitta sharti bor faqat. Siz nomeringizni qo'yib beraman, bitta sharti bor.
chek qilmaysiz. Birinchi yo'l kira qilmaysiz. Texnika o'zingizda bor, yo'q bilmadim. Dastlabki Qarang. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab dastlabki mayli, xo'p, dastlabki qilib beradilar akalar, sharoitga qarab dastlabkasini gaplashasizlar. Yo'l kira qilib bu yoqqa kelmaysiz. Yo'l kira qilib uyga qaytmaysiz. Yana Dabok aka vaqtingizni sarflab bu yoqqa kelmaysiz. Xudo xolasa vodiyni mana bitta Qo'qonlik akam ham kelibdi, ko'ribdilar bizni. Ukajon sandan deb keldim dedi. Demoqchi bo'lganim, kelishadi, o'zlari savdo qilishadi, gaplashasiz ya'ni. Bozorga kelib vaqtingizni ketkizib, pulingizni sarflab o'tirmaysiz, puldan lekin o'tib berasiz. Kelmagan haqqingizni pulni o'tib berasiz baribir. Ular ham kelishadi. Nechta bor dedingiz uyda? Uyda cheksiz deyapman. Cheksiz. 500 Bo'ldi. Akalar vodiydan ko'rayotgan akalar biz bormi? Vodiylar akalar qo'zidan qo'y deyishganlar. Cheksiz deb turar akam. Ko'raverasizlar, gaplashaverasizlar. Endi bitta gap. Tirikchilikmi, dehqonchilikmi? Shuni ayting. Muhimini ayting menga. Dehqonchilik. Dehqonchilik, ha? 100% dehqonchilik xudo xolasa. Bo'ldi. Akalar 100% dehqonchilik. Kelaverasizlar, gaplashaverasizlar. Nomeringiz. Nomer 94 94 162 162 99 93 ha? 99 93 ga aloqaga chiqarasizlar. Akam Ozoddan ko'rdim deb chiqsa, qayerdan bo'lishdan qat'iy nazar bonusi bor, o'tib berasiz, xudo xolasa dastlabkasi bilan gaplashaverasiz. Aka, rahmat, charchamang. Ana sizlarga akalar, bonusi ham bor, yaqin gaplashib olaverasizlar. Aka, charchamang. Aka, nechta bor ekan? Assalomu alaykum. 11 ta. Sizdanmi? Nima, urg'ovchi, erkak? O aralash. Aralash, nech pul qilishdi bir joyda? 14,5 dan oldim. 6 ta maydasi bor mana, maydasi. Ha, siz sotib oldingizmi? Sotib oldim. Ha, shuni ayting-da. Xo'p, akam sotib olibdilar. Nechta urg'ovchi, nechta erkak? 8 ta erkak, 9 ta. 8 ta erkak, 9 ta urg'ovchi. Barakasini bersin. Xo'p, ena bolalardan ham ko'rsatamiz. Akam, shu akalar savdo qilishyaptimi shuni? Bo'ldi, o'zlaridan bilan gaplashamiz. Nechta qo'shqocha, nechta urg'ovchi? Bari qo'shqocha. Hammasi qo'shqocha. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Mayli akam, mayli, joningiz sog' bo'lsin. Ha? O'zim chiqaman dedingiz-ku akam. Assalomu alaykum akalar. Nech puldan qilishyapti, bermayapsiz. 2 dan bir joyda bermayapsiz. Bo'lmi ozroq. Ana u ko'ngillari yaxshiroq, qo'l so'p ko'rmadingizmi? Akam bir choy izlashamiz demadingizmi oxirida? Topdingizmi Baxtiyor aka? Choy emas, payim bor. Hammasi bor. Baraka topdingiz oldim aka. To'liq tosh guldirib. Yengil 26 million tonna qolasiz. 26 million tonna akalar bir joyda. 2 dan shu nari berasiz. Baraka topdingiz oldim aka. Martga yuraman degansizga o'tib ber demadim. To'liq tosh baraka topdingiz oldim aka. Xo'sh demang endi Baxtiyor aka. Yurasiz, shuning uchun yetilibdim aka. Qo'shsangiz beraman. Baxtiyor aka siz Aka, endi shu uchun savdoni qilib bering. martga yuraman dedi sizga. Bo'ldi, 200 ming qo'shib olib kelgan. Bo'ldi 200 ming so'm. Martga yuraman degan joyingiz. Qo'yma endi baraka. Bor Baraka bormay bering. O'zingga baraka. Yengil qilyapsiz. O'zing beraman. Tosh kuldirib baraka. Nega Baxtiyor bermaysan? O'zing yursang yuraman. Aka, bo'ldi, syomka qalamayapti. Bo'ldi, aka, bemalol. Bo'ldi. Charchamang akam. Bo'ldi. Mana bu ko'p tush niyatim yo'q edi. Charchamanglar. Xo'sh, akalar, ona bolalardan ham ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa hozir oldimizdan chiqsin, avvalasi qo'zlardan davom etamiz. Akalar, nech puldan qilishdi bir joyda? Assalomu alaykum. 22 dan. Nima, urg'ovchi erkak? Aralash, nechtaga nechta? 3 taga 5 ta. Bo'ldi, 3 ta urg'ovchi, 5 ta erkak. 22 dan bir joyda. Barakasini beraversin. Aka, nechta bor ekan? Assalomu alaykum. 19 ta. Nima, urg'ovchi erkak, aralash? Hammasi erkak. Nech puldan bir joyda aka? 24 dan deydi. Bermadingiz. Bermaganingizni ayting. 21 dan 21,5 million so'radi. 21,5 dan so'radingiz, ha? Barakasini bersin akam. Egalari 24, oladigan odam 21,5 dan. Ona boladan ham ko'rsatamiz hozir. Assalomu alaykum akalar, hurmatli. Akam qaysi sotildi, nima sotildi aytsalar maylimi, iloji bo'lsa. 3 ta qo'zi erkak. Qanchadan? 23 dan. 23 dan. Barakasini bersin. Ana shu uchalasimi? Ko'k emas, qora. Ha, bo'ldi, qoralar 23 dan. Barakasini beraversin. Akam, assalomu alaykum. Mana shu bittada. Siz ham sotuvchimi? Oldi. Hammasini bir qo'ra. Siz o'zingiz oldingiz. Ha, bir qura hammasini oldingiz. Nech pulga? 2 million so'm. 2 milliondan. Ha, yashang. 47 ta, yashang. Qayerga ketadi akam? Voy, akaginam. Aytaymi, Qo'qonlik akam kelgandilar. Ha, bor. Siz Namangandan. Barakasini bersin akam. Qayerda ko'rdingiz videoni? YouTube'da ko'rdingizmi? Bizda ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi? Ko'rganman. Qachon ketaveradi? Barakasini bersin akam. Charchamang. Mana akalar, bugun ikkinchi vodiylar akani ko'rishimiz. Olishibdi. Barakasini bersin. Olayotgan odamga sotayotgan odamga. Amaki nech pul bo'ldi? Barakasini bersin. Bu qo'shqorchamidi? Barakasini bersin. 2 million 900 mingga qo'shqorcha. Rahmat. Aka, havolangiz yo'qmi kimdan aka?
Akam, assalomu alaykum. Sizdanmi bular bari? Charchamadingizmi? Nima bular? Qo'chqorchalarmi bari? Yashang, tishi nima? Qo'zi endi eshakka yo'raydi. Qo'zi endi eshakka yo'rayapti. Nechta bor bu yerda? 25 ta. Qayerdaki? Do'stlik. Do'stlik qaysiniki? Do'stlik o'zinikimi? Ana 13, 13 deganda unaqa emasmi? Bo'ldi. Nech puldan qilishdi bir joyda? 4200. 42 dan. Bermadingiz. Bormi hali? Bitta ikkita aradan saylab o'qitishmadimi? 4,5 dan so'radi. 4,5 dan saylab olishgan, xohlagan tanlab oladi. Ana sizga. Bormi chama hali? Ikkomiz eshitamiz baribir. Qanchadan bo'lsa gitar yurg'izamiz. 50 qo'shsa 50 qo'ysa ketadimi? Yo'q. Bormi hali? Bir ato'la 100 ming qo'shayotgani. Bozor endi ko'ramiz. 42 bo'lsa 43 dan bo'lsa ketamiz xudo bo'lsa. 42 dedingizmi? 42 dan bermayman bu joyga. 42 dan berilma. 43 dan bo'lsa gaplashib ko'rayotgan joyi bor, ha, ozroq. Bormi yana uyda? Uyda bor endi. Nechta? 50 bitta bor. Ular qanday kattaligi? Shunday. Ularni ko'proq terib kelib berdi. Ha, bu yerga faqat maydasi terilgan, ha? Ha, mana bunday katta-kattalari bor ekan uyda. Dehqonchilikmi? Yo, tirikchilikmi? Dehqon o'zingizmi hammasi? Nomer aytamiz. Bitta sharti bor. Bitta sharti bor faqat. Nomeringizni qoldiramiz, gaplashasiz. Bu yerga yurkirab keldingiz. Yurkirab kelmaysiz. Qolgan masalalarni o'zlari bilan gaplashasiz. Vaqtingizni ketkazib, avvora o'tirmaysiz. O'zlari borishadi, o'zlari telefon qilib, o'zlari gaplashadi. Xudo xolasa, mana meni olayotgan odamga deb bermayman. Sotgan odamim, olgan odam o'ziga javob beradi. Xudo xolasa, u yerdan o'zingiz gaplashaverasiz. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Vodiylar akalar ko'ryapsizlarmi? Qolgan akalar ham. Uyingdan chiqmasdan qolganini gaplashsalaring bo'ladi. Akam, mana bunday katta-kattalari bor debdilar. Eg'ini gaplashaverasizlar. Ularni ish puldan qilib beramiz. Kelishayotgan joyi bor. Ishni o'tib beramiz. Endi 100 ga borgandan keyin dedi, qimmat aytmang-da. Hozir qarang, mana bularni ham hozir 42 dan deysiz. Ha, tushundim. Saylamasiga 44-45 dan so'rayapti. Saylashiga 44-45 dan so'rayapti. Bermayapsiz. Ha, endi ularni bir joyda qilsa xudo xolasa kelishsa kerak. Endi ot bilan tugab bo'larmidi? Qarang, bir gap. Qo'lni bering. Menga nimadir chiqarib berasizmi? Menga chiqarib berasiz xudo xolasa. Lekin bitta sharti bor uni ham. Chiqarib berayotgan narsangizni o'sha olayotgan odamga chiqarib berasiz. Maylimi? O'sha menga chiqarib berayotgan ko'ngildan chiqarganingizni o'sha odamga, o'ziga olayotgan odamga mana ko'jon senga bonusi o'shanga berishim kerak deb berasiz. Bo'ladimi? Barakasi menga. Ayting nomeringizni. 94 94 347 347 86 86 84. Barakasi menga. Charchamang, salomat bo'ling. Akalar, telefon qilaverasiz. Mana shunday qilishda qo'shqarchalar kerak bo'lsa. Aka, nech pul bo'ldi? Qo'shqarchami? 31 ga. Mana sizlarga. 3 million 100 ming. Amaki nech puldan oldingiz? 4 million oldi bena bola. Ena bola 4 million. Ha, enasini tishi nima? Yo'q, hal to'qilcha, hal tishi yorg'ay. Enasimi? Ha, hal to'qili, tishi yorg'ay. Narischi, bolasi. Bolasi mana erkak. Ha, bumi? Kichkinasimi? Mana o'zi kattasi bolasimi deb ikkovi yonma-yon turganiga mana bolasi. Nima, urg'ochi? Erkak. 3 ta qo'zicha nima bo'ldi? 5 millionga sotildi. Nima bu? 2 erkak, 1 urg'och. 2 erkak, 1 urg'och, ha? Barakasini bersin. Charchamang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Akam sotildimi? Olindimi? Assalomu alaykum. Nechta akajon? 8 ta. Nima bu? Erkak urg'ochi? Erkak. Hammasi. Nech puldan oldingiz? 19 olmishdan. Barakasi bersin. Zo'rovsiz-ku. Qayerga ketadi xudo xolasa? Kuyovosh. Kuyovoshiga. Rahmat. Zo'r bo'pti. 1 million 960 mingdan mana sizlarga. Borini boricha akalar, barisi qo'chqorcha. Barakasini bersin. Ena bola ko'rsatmoqchimidim, ena bola. Hozircha qo'chqor qo'zilardan ketamiz. Assalomu alaykum. Akam, katta akam, yerdan bilan gaplashamiz siz bilanmi? Bilan, ha? Bo'ldi. Nechta bor bu yerda o'zi? Eda 27 ta. 27 ta. Nechta urg'ochi, nechta erkak? 9 ta urg'ochi qolgan hammasi. 9 ta urg'ochi, qolganlar erkak. Hisoblab olaverasiz. 27 taga. Assalomu alaykum. Akam, egasi kim? Egasi. Yo? Akam? Kostyumchani kiyib olib, chekkadan nima akalarga arqonchani berib qo'ysiz-ku. Nechta? Soniga nechta bor? 27 ta. Nechtasi urg'ochi, nechtasi erkak? 9 ta urg'ochi bor. 9 ta urg'ochi, 18 ta erkak. Nech puldan qildi? Bir joyda bermadingiz. Hozirgi 19 1 million 900 mingdan bir joyda. Aha. Qo'shqachalarda o'zini ham so'rashdim, Addilni. Qo'shqarlarda o'zini 21-22 so'rayapti. 21-22. Saylab olishga nech puldan so'rashdi? Saylab olishga endi 25 ta naryapti hatto. Tepasigami? Voh. Qayerdansiz? Qayerdansiz? 60 dan 60. 63. Voh. Sirdaryo, ana Sirdaryo. 60 Jizzaxga qaraydimi? Yarmi Jizzax, yarim Sirdaryo. Ha, 62 endi Sirdaryoga ko'radi, havosiga qarab, ha? Bo'ldi, barakasini bersin akam, zo'r bo'pti. Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamadingizmi? Nima bular urg'ochi erkak? Aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum akam. Savol yaxshimi? Nima bo'lyapti narx-navo bugun? Buni bilmadim. Yo, o'zi obshi narx-navo nima bo'lyapti bugun? Qo'yim bor. Boladan ajragan uyda. Boladan ajragan? Ishda sog'lig'im bor. Sog'lig'ingiz bor. Qayerda adres? Zomin. Zomin. Qayeri? Shahar qonlida. Shahardanmi? Nech puldan? Bo'ldi, nech puldan ular? 3 dan sal kam bor. Tishi nima? Tishi yosh bari. Tishi yosh bari. Aha. O'tib ekan joyi bormi? O'qildingizmi, o'qimadingizmi? Yo'q, o'qimadim. Nima o'qimadingiz? Uyda sotaman. Uyda sotasiz. Bizdan-da borishsa, skidka bormi? Bor. Xudo xolasa o'tib berasizmi? Bering qo'lda. Akalar, sog'liqchalar bor. Bu emas, akam o'zlarini uyda ekan, o'zlarini o'zingiz ko'rsatmaymi? O'z ovozimni taniydi. Ovozdan taniydi o'zi. Endi boshqalardan ko'rayotganlar bor-da. Tirikchilik ham dehqonchilikmi? Tirikchilik, ha? Tirikchilik. Qo'zg'azab qo'y. Nechta bor dedingiz? 100 ta. 100 ta bor. Akalar tirikchilik qilayotgan akam mana yonib turibdilar. Ko'ringlar, 100 ta qo'ylari bor ekan. Boladan ajragan, bolasi ya'ni sotib olishgan. Onalarini o'zi 3 milliondan. Tishi nima dedingiz? Chori pandi ekan tishlari. Nech puldan? 3 dan sal 3 dan o'tib berasiz. Dastlabkasi bor, Nasir. Ha? Narxidan o'tib berasiz. O'sha gap, yo'lkira qilib kelmaysiz, boshqa narsa qilmaysiz, chek-pek to'lamaysiz, yig'ini gaplashaverasiz. Dastlabkasini qilib berasiz. Menga ham haq chiqarib berasizmi? Chiqarasiz, nima chiqarib berasiz, xudo xolasa? Xursandgina qilib berasizmi? Bir gap, menga chiqarganingizni olmayman. Olayotgan odamga o'shani o'tib berasiz. Rozimisiz? Bo'ldi, barakasini ayting nomeringiz. 93 291 291 0334. 0334. Barakasini charchamang. Aka kimdan bular? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Bu nima bular? Tishi. Yo'q, tishi. Yoshi ham bor, qarisi ham bor. Xo'p, boladan ajragan ha bular ham. Aha. Xo'p. Nech puldan so'rashdi bir joyda? So'ragan yo'q. So'ramadi hech kim. Siz nech pul so'radingiz? So'raydi, men buzmayman deyapman. Ha, yakka-yakkaga so'rashyapti, siz bir joyda beraman deyapsiz. Bir joyda nech puldan? 3,5 kam bor. 3,5 kami bor. Ana akadan eshitib olmadingizmi? Akam 3 milliondan dedi lekin. Akam 3 milliondan dedi lekin. Xo'p, akalar 3,5 dan kami bor. Bormi uyda yana? Yo'q, borishi. Borishi. Bugun berib ketish niyat bormi? Yo, Bor. uy yo'qtasizmi? Bor, berib Bor, ha? Agar uy yo'q ketgan bo'lsangiz, mobodosiga bir nomeringizni qoldiramiz dedim, qiziqqanlar bo'lsa, lekin 3,5 dan sal qimmat. Aka nech puldan so'radingizmi siz? Nech puldan so'rashdi? To'g'risini ayting, bozor. Yo, so'ragan yo'q. Umuman. Bitta ikkita so'rab. Nech pulga so'rashdi? Ha, bitta donaga so'rayapti. Qaysi biridan qanchaga Buni so'radi? aytgan yo'q, lekin bitta sotasiz deb so'radi. Bo'ldi. Akam uzr, tushundim. Akalar bitta imkon yo'q ekan, hammasi bir joyda bo'lsa, 3,5 dan bo'lsa yurg'izamiz, ya'ni kelishamiz deyishyapti. Barakasini bersin akam, charchamang unda. Biz ham bezovta qilmaylik. Yana bolalar nima bo'lyapti ekan? Assalomu alaykum. Akam, nech pul qildi? Bermaganingizni ayting, men ketaman, ras. Siz ham bezovta qilmang. 53. Qo'shqorcham bolasi? Bolasi urg'ochi. Onasining tishi nima ekan? Barakasini bersin, 3 yoshar, 3 kunlik. Mana. Akam qaysi sotildi? Bitta o'zimi? O 5 tasi. 5 tasi birda. Nech puldan? Qancha? 10 million 300. 10 million 300. Qo'shqorcham bari? Bitta sog'liq bor. Bitta sog'liqchasi bor, qolganlar qo'shqorcha 10 million 300 ga bo'lib hisob-kitobini olaverasizlar. Rahmat akam. Egasi kim ekan? Sizdan nima aka? Aka shunday o'tib ketay, uzr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum akam. Yaxshimisiz? Boladan ajragan bular? Bolasi yo'q. Nima tishi? Chori. Nech puldan qilishyapti? 27 dan so'rayapti. 27 dan bermadingiz? Barakasini bersin akalar. Ana sizlarga. Boladan ajragan 27 dan tishlari chori. Barakasini bersin aka. Ona bolalar kimdan? Assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Nechta bor? 4 ta. Nima onalar tishi? Qariganmi o'zi? Bolalar nima ekan? Erkak, ha? Nech puldan qilishdi bir joyda? 4,5 dan. Berilmadi, ha? Barakasini bersin. Ana bolalar ham, qo'zlari ham katta-kattagina ekan akalar. Bir joyda berilmagan joydan. Siz ona bolani o'xshatganingizni keldim ona bolalarga. Aka, charchamang. Salomat bo'ling. Xo'sh, assalomu alaykum akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana bloger. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Nima bo'lyapti? Kimdan bu? Shularni onasi yigit. Yo'q, egalarni uyda qo'ymayman. Sizdan. Sizdan uyda qo'ysam mayli? Yo'q, mana Aka, birovga pichoqni urdinglar, lekin o'zlariga yo'q deydilar. Ana shuda odam. Yana bola nima bu? Yana bola Chori panji qo'ylar. Nech puldan bir joyda? 5 milliondan qilyapti bir joyda. Berilmadi. Berilgan. 5 milliondan bir joyda chori panji. Qo'zlari. Har erkak. Bolalari bari erkak, katta-kattagina akalar. Barakasini bersin. Charchamanglar. Amaki oldingizmi? Assalomu alaykum. Hammasini oldingizmi o'zingiz? Mani emas birodar. Narx aytolmaysizmi? Barakasini bersin, charchamang.
Iloji yo'q, narxni aytaman debdi. Akam, assalomu alaykum. Oldingizmi, sotdingizmi? Tomosha. Narxlarda xabaringiz yo'qmi? Bugun narx nima qanday? Qimmat, arzon? Bugun ko'p arzonroq. Arzonroq bo'ldi, ha? Charchamang, barakasini bersin. Bugun arzonroq bo'lsa kerak ekan. Bugun qo'y ko'p debdilar mana sizga. Voy, qo'shqorlardan unaqa ko'rsatilmadiki bugun. Xo'sh, qani mana bu yerda kelyapti bir tudasi. Aka, sotildimi, olindimi? Qanchadan? 25,5dan. 25,5dan. O, bozor voy. Charchamayapsizlarmi? O'zimiz akalar-ku. Ana sizlarga 25dan bir joyda. Qo'chqarcham bari? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Necha puldan olishdi o'zi? 26. 26danmi? Ha, 25-26dan aylanibdi. Nari berasa. Barakasini bersin. Xo'p, rahmat. Ha, barisi hisob deyishyapti. Egasi kim egasi? Egasi bizda. Ana sizga sal qo'l telefonim tushib ketardi. Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Akam, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bobur Shoxtong. O'g'irchoq, charchamaysanmi? Savollaring yaxshimi? Ke o'zing gapirasan. Nechta bor? Shu 15 ta. hozir aytadi. Nechta bor donasi? 15 ta. 15 ta. 15 ta. Nima? Erkak urg'ochi nima? 10 targ'achi. 10 ta erkak, 10 ta urg'och. 10 taga 15 ta akalar. Hisobini olaverasizlar. Nech puldan qildi? Shu qilyapti bozor. Nech pul qilyapti? Bermadilaring. 20, 21. 20. Ozod aka. Qancha so'rayapti ikkitani? Bersak bo'ladimi? Qaysi bir akam? Ikkita kattasini. Irg'ochi. Katta ikkita urg'ochi. Ikkalasini qilib birgami? Ozroq qo'shsin a? Sharoitda oling. Endi olarman odam qissasida borini aytadi. Sotarman odam qo'sh deydi, olayotgan odam tushib ber deydi. Ber desangiz beraveraman lekin. 4 millionga berdim. Neslar bizga o'shandim. Ana endi o'zing kelish qo'ysizlar-ku o'zi. Qo'shalmaysizmi? Ong baraka to'lang mana 41 ga ketdik. 41 ga ketdi. Qaysi akam? Narchikada ekov. Qashqani berdik. Qashqa bilan, ha, bo'ldi mana akalar mana ikkita ip poylangani ketdi. 41 ga. Barakasini bersin. Nima bo'lyapti qolgani? Qolgani 17 dan so'rayapti. Urg'ochi, qo'chqarcha nima? 8 ta urg'ochi qoldi, 5 ta erkak. O'zi soni 15 ta edi. 2 ta urg'ochini berdim aka. 8 ta urg'ochi, 5 ta erkak. 5 ta erkak. Qanchadan dedingiz? 17 dan ko'tara so'ra. 17 dan ko'tarasiga. Arzonlashtirib yuborak. Barakasini bersin. Shunday qiling, shunday qiling. Voliylar akalar ko'rib kelishyapti. Baraka topishsin. Charchamang, barakasini bersin. Omad. Ana u uyda bo'layotganlar reklama qilishga kerak bo'lib qolayotgan bo'lsa akalar aytaverasiz, telefon qilib ko'rishaveramiz. Charchamang, salomat bo'ling. Akam, assalomu alaykum. Hormang, salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Nechta bor? Bu yerda 14 ta bor aka. 14 ta bor. Nechta sotdingiz, nima qildingiz? Shuni ayting birinchi. Bar bozorga pul bilan kelmagandirsiz? Ha, 3 ta sotdim. 3 ta sotdingiz. Qaysidan? Qanaqa? Kattaligi? 19 da sotdim. 19 dan. Shuni deymidi kattaligi? Bir joyda, ha? Hozir bular nechtasi erkak, nechtasi urg'ochi? Bunda da 8 ta erkak, 6 ta urg'ochi. 8 ta erkak, 6 ta urg'ochi. Mana sizga. 16 dan bir joyda bermadingiz. Barakasini bersin. 16 dan bir joyda qilib berilmagan. Sharoitda olasizlar. Charchamang, rahmat. Mana shuni ko'raylik. Aka, rahmat. Nech puldan qilishibdi akalar? Assalomu alaykum akam, xo'rmanglar. Sizdanmi? 17 dan. Nima? Qo'chqorcha, urg'ochi? Bitta urg'ochisi bor. Bitta urg'ochi. Qolgani qo'chqorcha. Barakasini bersin. Aka, nechta bor? Egasi kim? Assalomu alaykum. Nechta urg'ochi, nechta erkak? 3 ta. 3 taga 3 ta. Nech puldan qilishdi bir joyda? 22 ga 15 ta. 22 ga 15. Barakasini bersin akam. 2 million 200 ming, 1 million 500 ming. Urg'ochlari 1 million 500. Rahmat akam, barakasini bersin. Egasi kim akam? Hamakadan. Akam, assalomu alaykum. Tashamadingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat aka. Rahmat aka. Nima xatolik bor videoda? Xatolik yo'q, lekin o'sha qo'zilar so'ragan payt narxini sirasi aytib ketdi. Ha, endi bir xillar aka ma'lumotini ham so'raydi-da. Aka, egasi kim? Sizdanmi? Nech puldan qilishdi? 7 million 200 ming. Bir joydami? Nechta bor bu yerda? 9 ta. Nechta urg'ochi, nechta erkak? 8 taga 8 ta berdi. 8 tadan, ha? Nechta erkak, nechta urg'ochi? 2 ta erkak bor. 2 ta erkak. Obshiga 7 millionmi? Obshiga 7 millionmi? 7 million 72. Barakasini bersin. Xudo xolasa 7 million 200 ga bir joyda. Rahmat, charchamanglar. Bu bo'yi olingan 41 ga. Akam nech puldan qilishdi? Assalomu alaykum. 17 dan. Urg'ochi erkak nima? Hammasi erkak, hammasi erkak 17 dan. Barakasini bersin. Aka nech puldan qilishdi? Assalomu alaykum.
900 dan. 900 dan. Erkak urg'ochi nima bu? Erkak, barakasini bersin aka. 900 dan. Kichkinachalar mana akalar. Akam necha puldan qilishdi? Assalomu alaykum. Bularda 19 dan qilyapti. 19 dan. Urg'ochi erkak nima? 24 qilyapti. Urg'ochi ular. Ikkita urg'ochi 19 dan, bunisi 24 qo'shqorcha, ha? 24 qo'shqorchami bunisi? Bunisi qo'shqorcha. Barakasini bersin. Aka, rahmat, salomat bo'ling. Akam, assalomu alaykum. Sizdanmidi bu? Egasi? Amak sizdanmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Uzra. Nechta bor ham aka? Hozir berdi 11 ta. 11 ta. Yana uyda bormi? Uyda ham bor. Nechta? Bor, chiqadi. 200 ta bormi? 100 ta bor. Qayerdansiz? Adres. Zomin Pishagardan. Zomin shaharda o'zidan. Aha. Zomin Pishag'ar degan joy. Bilaman, Zomin shaharda o'zidan demoqchiman. Shaharda o'zi. Hop, nech puldan qilishdi? Buni 28 dan qilyapti. 28 dan. Nechta urg'ochi, nechta erkak? Hammasi erkak. Hammasi erkak. 28 dan, ha? Bermadingizmi? Chama qancha? Shamen qo'shsa beramiz. Qo'shsa, xudosi, ko'p emas unaqa? Yo'q, Aha, uyda qanday kattaligi? Shularni sherigimi? Nech puldan beramiz ularni? Beramiz. Beramiz, ha? Demoqchi bo'lganim, yurkroq kelmaysiz. Xarajat qilib, vaqtingizni ketkazib kelmaysiz. Xudo xolasa uyingizga o'zlari borishadi, uyingizdan gaplashib o'qitishadi. Uyingizdan borib o'qitishadi. Narxni chiroyli qilib berasizmi? 3 bilandan chamalab kelgan edim endi. Endi bozor amal. Bozor endi, bozor. Demoqchi bo'lganim, ko'rayotganlar uyga borgandan keyin 2 million 800 milliondan 3 milliondan oyog'im tirab turib olaman akajon. Boshqa iloji yo'q deb turmaysizmi demoqchiman. Ular ham boshqadan yurkroq kelishadi, boshqa narsa qilishadi, telefonda gaplashadi siz bilan. Bo'ladimi shunaqa qilsa? Kelishayotgan joy bormi? 3dan keltirib. Chiroyli qilib 3dan keltirib berasiz. 5 deb qo'ying. Menga nimadir chiqarib berasizmi? Men nagli so'rayman. Yo'q. Yo'q, menga bir 2 so'm bo'lsa ham chiqarib berasizmi? Xudo xolasa, nimkalar? O'sha chiqarayotgan pulingizni olayotgan odamga berasiz. Maylimi, rozimisiz? O'sha sotib olayotgan odamga oxirida menga chiqarib bergan haqqini o'sha odamga berasiz. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Bo'ladimi? Obunachilarga bo'lsin. Ayting nomingiz. 94. 94 348. 348 47 67. 47 67. Barakasi bersin amakijon, charchamang. Xo'p, akalar, o'sha gap, bizning haqqimizni sizlarga beramiz, xudo xolasa. Olarman odamga bo'ladi qolgani. Biz bozorda hech kim bilan tanishmasmiz. Hech kimni qo'yini o'tkazib berishga yoki undan sotib olishga biz hech kim majburlamaymiz. Olgan odamlar, sotgan odamlar o'zlari javob beradi. Aka, assalomu alaykum. Sizdanmi? Aka, nech puldan qilishdi bir joyda? Bir joyda 22,5. 22,5 dan. Aha, qo'shqorcha, urg'ochi nima bular? Aralash. Nechtaga nechta taxminan? 4 taga 7 ta. Nech puldan dedingiz? 2 million 230 dan. 22,30. 2 million 230 mingdan bir joyda berilmabdi. Bormi yana uyda? Uyda yo'q. Barakasini bersin akam. Charchamang, rahmat. Xo'sh, mana yerda nima bor? Bu yerda nima bor? Qo'ralarda. Qo'ralarni ko'rsatamiz. Egasi kim ekan, egasi? Assalomu alaykum. Sotildimi, olindimi? Sotilyapti. Sotilyapti. Nima bular tishi? Tishi qari qo'y. Qari qo'y. Boladan ajragan, ha? Ha, panji qo'y. Ana sizga. Nech puldanmi bu aka? Aka nech puldan? 25 kami bu. Qayerdiki? Qo'y. Zomin shahar. 25 kami bor. Barakasini bersin aka. Ana sizga. Bormi yana uyda? Ko'pmi uyda? Yo'q, shu bor. Ha, bor bo'lsa nima qilasiz akam? Kam ekanda o'zi ketib qoladi, xudo xolasa. Egasi kim ekan, egasi? Nech puldan akam? Assalomu alaykum. O'sha nech puldan olganingizni ayting. Yerda 24,5dan 38. Ha, 24,5dan 38-39 gacha bo'lib olingan, ha? Barina bola, yakka-yakkan bolalar hammasida? Hammasida yakka-yakka. Ana sizga. Barakasini bersin akam. Charchamang. Kattaga oldingizmi, sotyapsizmi? Oldingiz, ha? Yashang, nech puldan? 8 million 700 bo'ldi beshalasi. 87. Beshalasi nima? Qo'shqorcha, urg'ochi? Qo'shqor, ikkitasi urg'ochi. Ha, ikkita urg'ochi, qolgani qo'shqorcha. 87 dedingizmi? 87,5. 87,5. Barakasini bersin. Charchamang, rahmat. Nech puldan bo'pti akam? 13 dan. Qo'shqorcha? Ha, 13 dan. Barakasini bersin. Kecha 2 kun bo'ldi Samarqandga bordim. Hozir aytaman sizga. Narimanni bilasizmi? Chiledan keyin Payariq Narimanga bordik aka. Mana Narindan desam katta bo'lar, mana undan desam kichkina bo'lar. Mana shunday bor-da. 500 mingni olishibdi. Men aytdim, bozorda shuncha arzonmi desam,
arzonchi berayotgan akalar bor deydi. Ana shular berib bitta deydi. Men aytdim, "Bo'lmayman" desam, "Hozir iltimosga men topa olmaysan, bitta chiqib qoldi zo'ridan" deydi. Uyda yuribdi. Har yilida ana shunaqa arzon chiqib qoladi deydi. So'ng mana ikkita ina bola tug'iladi-ku, ina bolam bolasini beraver ekanda bittasini. Ikkita tug'ilsa, o'shanaqalar olib qolaman deydi, arzongaroq deydi. Barakasini beraversin. Aka, charchamang. Xo'sh, davom etamiz akalar. Necha minut bo'ldi? 40 minut bo'ldi video. Shu sotilganlardan vaqt bo'lmay qolyapti akalar. Bir oralab chiqaylik mana shu yerlarda yana. 200 ming so'm o'tib beringizmi? Menga qara qo'y, ishing bitsa, bitgan ish tashab ketmading. 2 milliondan bor ekan. Bir joyda. Farqat aka bering. 100 ming o'tdi. 100 ming o'tdi. Aka 15 ming so'mni xayri bo'ladi. Yo'l bosadi ular. Bor ekan. Ber, yaxshi turibdi. Farqat aka, 100 kam bo'ldi, 100 kam. 200 o'tib bering. 100 kam, 100 kam. Menga qara. Saharda aramasida bor. Boring, 150 ming o'tib bering chegin. Bo'ldi, ko'ndirgan narsang. Voy, 50 ming qayta olib kutmaydi. Barakasini bersin. Nech puldan ketdi? 2 milliondan. 2 milliondan. 2 million 20 ming. 2 million. 2 million o'zidan, ha, bo'ldi. Nechta urg'och, nechta erkak? Bor erkak, bor. Voy, barakasini bersin. Ana sizga aka, bo'lmayana uyda? Bor. Mana ana ham qo'rada ham bor. Ko'rsat. 40 ta bu. Sotamiz buni ham? Sotamiz. Nech puldan? Ular qanday kattalik? Urg'och shunday. Bo'ldi. Urg'ochi bor, erkak bor. Aralash, ha? Shundaymi kattaligi? Shunday. Qayerda adres? Adresma Ravotda. Ravotda. Nomer ayting. 99 292 292 37 77. 37 77. Mana shunaqasidan akalar erkak urg'och aralash shu 2 milliondan ketdi hozir. Akam bilan telefon qilasizlar 40 ta bor. Aka, 40 ta ekan mayli, qo'lni bering. Endi bular bilan stokda qolasiz. Menga ham nodir chiqarib berasizmi? Nomiga. Shart emas. Ko'p. Bo'ladimi? O'shadan borsa, yo, o'sha bo'ldi, bizdan deb borsa. Bo'ldi. Bizdan deb chiqarayotgan narsangizni o'sha olayotgan odamga berasiz. Rozimisiz? Barakasini bersin akam, charchamang. Akalar bosasizlar gazini. Aka, rahmat, charchamang. Aka, nechta bor? Assalomu alaykum. 4 ta aka. 4 ta. Nima? Qo'chqarcha, urg'ochi? Bari qo'chqarcha. Barakasini bersin. Nech puldan ketdi, xudo olasa? Bermaysiz. 26 dan berganmiz. 20 deysiz. Chama qancha ekan? Chama 27 deb turibmiz. 26,5 emasam. Beramiz, uni ham beramiz. Qo'l ushlash savdo qilishsan? Ha, jazman bo'lsa beramiz. Balkim bermaganingizga ham berarsiz, balkim. Balkim. Bo'ldi, akalar, balkim bermaganlarga ham berarlar. 26 dan berilmagan joyidan. Bo'lmayana uyda mobodoga? Bor. Nechta? 200 ta, 300 ta bormi ko'proq? Yo'q, bir 20 talar bor. 20 ta kam ekanda akajon. Ko'p bo'lganda to'g'risi qo'yaverardik. Charchamang akam, barakasini bersin. Xo'p, akalar, ko'proq bo'lsa qo'yamiz. Siz ham kelib, avra bo'lib o'tirmaysiz. Ko'proq bo'lsa saylab olasiz. Egasi kim aka? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Nechta bor, nima bor akam bu yerda? 10 ta. Nima, nechtaga nechta urg'ochi? Urg'ochi erkak. 3ga 30, 70ga 30. Urg'ochi qaysi? 7 ta. 7 erkagi bor, 3 ta urg'ochisi bor. 7 ta erkak, qolgan urg'ochi. Nech puldan akam? Aka nech puldan so'radingiz? 13,5 deyapti-da. 13,5. Ha, bular aytibdi. Siz 13 qildingizmi? Men 13. Bermayaptilar. Akam bering yaxshi. Yo, tashlab qo'yaman deb qo'yinglar. Ha, dastlabga beraman debsizmi? Ya, o'zlari dastlabga qo'yadilar, ha? Ha. Olaga qarang. Shuni zamirda bu xorisi bor, to'ylarda shuni. Musoba siz ham rozi, men rozi bo'lib qilibdi. Bop beraman. Olmaylar bu. Hayda. Qanchadan ketdi? 13 ta. 13 dan. 13,5 dan. Ana sizga. 13 ta. Ay, sen Yo, akam qizil ekan, o'zlarini haqiga o'zlari. Ey, akagina, yomonsiz. Ay, endi o'rtada bo'ladi, xudo olasa. Bo'ldi, baraka bo'ldi, yaqin kelishib olasizlar, ozroq qoldi. Qo'yishinarli o'zing bilasiz. Shuni ketasan, tashib o'tib ketasan-da. yo, bol men 10 charmagam, siz buni hapsa yapamiz sizga. Shu bor tashlab qo'yinglar. Takansiz. Barakasini bersin akalar. 13, 13,5 hisob kitobini oldilaring. Akam, assalomu alaykum. Nechta bor? Nechta bular? 6 ta. Nechta urg'ochi, nechta erkak? 4 ta erkak. 4 ta erkak, 2 ta urg'ochi. Nech puldan bir joyda bermadingiz? 14,5 dan. Barakasini bersin. 14,5 dan bir joyda. Rahmat. Akam nech puldan qildi buni? Ikkalasini 1,900 qiling. 19 urg'ochimi? 19 bir joyda urg'ochi. Barakasini bersin. Charchamang. Olarman bir so'mdan qocha. Chegimi xarajatim. Nech pul so'raysiz akam? Oldi ketdi 23. Tavakkal oldim. O yarimda 23,5 dan. 23 ga bermayaptilar. Assalomu alaykum. Akalar, sotildimi bu? Assalomu alaykum. Nech pulga ketdi aka? Assalomu alaykum. Nech pulga?
550'dan. Urg'ochi 11'ga oldim. 11 ga olindi. Barakasini bersin, charchamanglar. Assalomu alaykum aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamadingizmi? Tinchmisiz? Sizga obuna bo'lganmiz-da. Yaxshi. Pul berolmayman lekin, o'zimga ham pul yo'q. Charchamang aka. Sizdan bir olib qo'ying. Mana-da akam. Sog' bo'ling, charchamang. Qo'ying aka. Nima bo'lyapti? Nech pul bo'lyapti bu? Assalomu alaykum. Real so'rayapti. Ona bola. Shunaqami? Nech pulga? Real so'rayapti deymi? Bermadingiz 1.5 ga. Barakasini bersin akam. Bolasi nima? Urg'ochi erkak? Urg'ochi, ha? Barakasini bersin. Onasi nechinchi tug'ishi? Birinchi tug'ishi. Charchamang akam. Rahmat. Sog' bo'ling. Kattaga assalomu alaykum. Qaysizdan? Charchamadingizmi mana sizga? Tinchmisiz? Ena bolalar nech pul? Mana 14 so'rayapti. 14. Bolasi yo'q. Buni bolasi yo'q. Buni 1 million so'rayapti. Buni 1 million so'rayapti, ha? Qo'zichanichi? O'zcha endi salana 700 ming. 700 nima? Urg'ochi erkak? Urg'ochi. Ichkichinchi? Bu sarkacha. Sarka, 13 so'rayapti. 13. Barakasini bersin akam. Charchamang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Nech pul qilibdi ekan bir joyda? Assalomu alaykum. Bir joydan nech pul so'rashyapti? 12dan so'radi. 12 dan, ha? Urg'ochi erkak? Bitta urg'ochi. Bitta urg'ochi qolgani erkak. 12 dan. Barakasini bersin, rahmat. Voy, mana sizga sut beradigandan akalar. Assalomu alaykum. Qanchaymisizlarmi? Tinchmisizlar? Zerikmaysizlarmi? Nech pul qildi buni? Buni qancha berding? 44 so'ra. Bu yakka o'zinimi? Yakka o'zini akalar 44. Barakasini bersin. Bolasi qani? Umidnikimi? Charchamanglar, bulardichi? 2dan so'ra. 2 dan, ha? Ha, barakasini bersin. Yilidan samanda o'varing. 2,5 ming. Samanda o'varing. Ha, xafa ular. O'raymi? Ana qaranglar. Bu ham o'sha sut beradigandan. Barakasini bersin. Bolasi nima ekan? Urg'ochimi? Bolasi urg'ochi. 2 million 400 ga bermadilaring. Yo'q. Barakasini bersin. Charchamanglar. Oting nima edi sani? Asad. Asad. Nech pul qildi buni, qo'jonim? 3 million. 2,13 million. Urg'ochi, ha? Ikkovi urg'ochi 3 million. Sog'likkandanmi? Hali bular qochmaganmi, tug'maganmi? Hali bo'g'az. Xo'p, bularchi? Bir joyda Yana bo'la. 2 million. 2 million qildi bir joyda. Bermading. Charchama, bozor emassan. Aka nima ekan, nech pul bo'lyapti ekan bu? 600 da 1 million 200 ming deb 1 million 200. Urg'ochimi? 600 da. 600 dan urg'ochi 1 million 200 ga. Barakasini bersin akam. Akam bular nech puldan qildi? Assalomu alaykum, mena bolani. Egiz bolasi. Egiz bolasi, ha? 2 millionga bermaysiz. 2 millionga. Bolalari nima? Bitta erkaklar bor. Bitta urg'ochi, bitta erkak, 2 million bir joyda. Barakasini bersin. Akam nech pul qildi? Assalomu alaykum. Mena bolani bir joyda. 1 million 200 ming bo'lgan. 12. Bolasi nima? Urg'ochi bolasi. Urg'ochi. Barakasini bersin. Xo'p, bugun ham akalar ichki ham ko'p. Aka nech pul so'rashdi? Assalomu alaykum. Aka nech pul qildi? 16 dan. 16 dan. Xuddi shunday aka. Qo'shqarchami, urg'ochimi? Bittasi. Bittaga bitta. Bitta urg'ochi, bitta erkak. 16 dan. Hattashlar qo'shqa tuvar. Nima deysiz? Hattashlar qo'shqa tuvardi buni. Bu qo'chqar tug'ar ekan aka bu. Qo'shqar tug'adi deysiz? Ha, kattasi, ha, kattasi, ha, bo'ldi. Men qo'shqar tug'adi katta bo'lsa deb eshitibman. Charchamang, bozorlarini bersin. Aka nech puldan olindi? 17,5 dan. Barakasini bersin. Nech puldan bo'ldi yigitlar? 23 dan. Qo'shqarchalarmi? 23 dan qo'shqarchalar. Barakasini bersin. Aka nima bo'lyapti ekan ichkilar? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. 2 milliondan. 2 million. Enasi qaysi biri, bolasi qaysi biri? Ana qora. Shu ikkalasimi? Ha, 2 milliondan, ha? Barakasini bersin. 2 milliondan bir joyda. Xo'sh, qo'ylar nima bo'lyapti? Qo'ylar. Assalomu alaykum akam. Egasi kim ekan? Yig'danmi? Akam. Akam nech puldan? Hozir boshqa bir kelsa 2 dan. Hop, akani avtonomiyali mana bu yerda sotilganlari bor akalarda. Katta qo'shqirlar chiqib shuni ikkita ko'rsatib beraylik sizlarga bahonada. Aka uzr, ha, uzr. Xo'sh, mana bu yerda bitta kelyapti qo'shqir kattasidan ko'rdik ikkita. Akam tishi nima ekan buni? Aka. Nech pulga oldingiz? Nech pulga oldingiz? 5,5 million. 5,5 million. Barakasini bersin. Aka nech pul? 3 million. Barakasini bersin. Akalar nech pul bo'ldi? 10 million. 10 million. Barakasini bersin. Tishi nima ekan? Panji. Xudo xolasa yaxshi niyat bilanmi? Urug'ligami yo? Urug'lik, ha? Barakasini bersin. Zo'r bo'pti. Bormi yana sotilgani? Yo'q.
Xo'sh, akalar tugatamiz. Vaqtimiz yetgancha, aqlimiz yetgancha video qildik. Buni ham so'raymiz. Nech puldan bitta dedilar aka? 13 dan. 13 dan bo'yi, ha? Bo'ldi. Bo'yi 13,5, 13 talashyotdi. Bo'ldi, aka charchamang. Barakasini bersin. Aka nech puldan oldingiz? Assalomu alaykum. 28dan. 28 dan. Nima qo'y? Ona qo'ymi bular? Boladan ajragan? Qisir, ha? Bari qisir. Mana sizga. Barakasini bersin akam. Amaki nech pul bo'ldi? Assalomu alaykum. 39. Barakasini bersin. Xo'p, tugatamiz akalar bozorda. Bugun 11-may 2025-yil Jizzax Osiyo Chorva mol qo'y bozoridan xudo xolisa videoni ko'rdilaring. Chiqordi ham rasm o'chirib qo'yilgan, ha? Barakasini bersin.